Derazani yopib qo'ygan shofyor. Ochsam o'g'irlab ketishi mumkin telefonda deyapti. O'g'irlar ko'p ekan bu yerda. O'shaning uchun ochmayapti endi dedi. Okay, listen please. Okay. No, there is still the phone. Phone? Yeah, phone the snatch. Not safe. Kechki bozor. Biz kechga qolib ketdik anchagina. O'shancha aytdim, hozir bitta mehmonxonaga joylashaman, shaharga bur dedim. Boyga Nayvash ko'liga ketayotgandik. Ertaga safarimizni davom etamiz. Bugunchalik bironta kasinsiga joylashamiz. Shaharda kechki tungi hayot boshlandi. Hamma yo'q probka. Bu yerda boylar uchun alohida yo'lak yo'q ekan. Hamma bir xil yo'lakda ketish kerak ekan. Kutib turibmiz endi. Odam baqiri. Afrika bo'ylab sayohatimiz davom etyapti. Hozir mehmonxonadan turib pastni syomka qilyapmiz, kechki bozor. Men bitta narsaga aqlim yetmayapti. O'g'lim qarang, mana shuncha tiqilish, tor ko'cha. Mana avtobus mana shu yerga kirmoqchi hozir. Arqolda qilib to'g'rilab oldi, endi sekin kirmoqchi. Qayerga ketmoqchi bu? Mana shu tor yo'lakda ya. Mana bu yerda Kamaz ham bor mana. Kamaz bor yo'lida. Kelyapti ana avtobus. Keldi oxiri, qani. Nima bo'lar ekan oxirini bir ko'raylikchi. Matdan ketayotgan avtobus nariga borib tiqilib qoldi mana. Naryoqda ham bitta kelyapti-da. Ikkalasi sig'mayapti. Mana unisi Kamaz ekan. Yurayotsa uni Stalbaga to'g'ri kelib qoldi. Bu yoqda avtobus sig'mayapti. Amallashdi, lekin amallashdi. Qo'ydi. Shunchaki qo'yil. Kamaz yerda tursin. Velosiped zo'rg'a sig'adi bu ko'chaga. Xo'p, bu mehmonxonamiz, bu joyimiz. Hozir mana shuncha narsalarni ichidan qidirib bitta narsani topsak bo'ldi. Mana izlaganimni topdim. Mana bu pashaxona ekan. Bizga kerak emas. Bir o'zimga 3 ta divan. Qoyilmisizlar? Pastda rosa baqir-chaqir bo'lib ketdi. Kimdir bir-biri bilan urushyaptimi yoki kimdir o'lyaptimi, nimadir bo'lyapti pastda.